Eng kuchli odam bir aeroplan uchiribdi. Matveus Zielinski bu Polshadan kelgan kuchli. Biz sinchoq bilan birlikda uning kishini hayron qoldiradigan musobaqalarni ko'rib boqaylik. Bu 2019-yillik dunyo sayyor musobaqa bo'lib, ayni chog'dagi avtomobil ko'tarib menish xotirasiga eng tez vaqt 11,12 sekund edi. Qoidasi shuki, mahirlar 100 yil keladigan avtomobil jasini ko'tarib, ma'lum vaqt ichida 10 metr yiroqlikdagi musobaqani tamomlab bo'lish kerak. U taxminan 10 sekund vaqtda tamomlab bo'ldi. Ikkinchi qitimliq musobaqada 5 cho'ng tosh bor. Har bir toshning eg'irligi 300 jin keldi. Siz har bir toshni ko'tarib, andin oldidagi egiz past o'xshash bo'lmagan sandiq ustiga qo'ysiz. Eng tez vaqtda raqibingizni mag'lub qilishingiz kerak. Bu raqibning amaliy kuchining nihoyatda kuchliligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Biroq eng oxirida yana sal as bo'lib qolgan. Uchinchi musobaqada 4 kichik eg'irlik ko'tarish o'tkil bor. Birinchi o'tgan 2 qo'l bilan gantel ko'tarish. Har bir gantel 100 qadoq kelgan bo'lib, buningdimi surat qo'lishadi. Ikkinchi o'tgan 1 qo'l bilan gantel ko'tarish. Bu gantel 220 qadoq chiqadi. Uchinchi o'tgan 500 qadoqlik ishtirish harakati bo'lib, Matveus Zielinski nihoyat tezlik tamomladi. Raqibi bo'lsa, yana 1 qo'l gantel ko'tarish o'tkil turdi. To'rtinchi kichik o'tgan 800 qadoq kelgan ig'irlik ko'tarish bo'lib, bu hargiz odatdagi ish emas. Matveus Zielinski 23 sekund vaqt sarf qilib, o'z raqibini mag'lub qildi. To'rtinchi musobaqada 3 o'tkal bor bo'lib, birinchisi qo'lda to'p taraf ko'tarish. O'ng so'l ikki tarafda har biri 200 kilogramm kelgan bo'lib, qoida bo'yicha ko'targandan keyin 5 metr ariq menishga to'g'ri keldi. Ikkinchisi 500 kilogramlik po'lat jazini ko'tarish. Buni ko'tarib 5 metr ma'musim bo'ldi. Faqat 3 metr ariq yurib masl kupay. Uchinchisi cho'ng choq ko'tarish. Bu ikki choqni qo'shganda 600 kilogramm keldi. Ko'tarib 1 metr masl bo'ldi. Buningda raqibining nihoyat qiynalganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. 5-musobaqa ommaviy avtobus. Bu qo'sh qavatli avtobus. Az degandimi 10 necha tonna keldi. Matveus Zielinski dastlabda boshlaganda yana ozroq vaqt sarf qildi. Bu musobaqaning musobaqasi 20 metr keldi. Matveus Zielinski 2016-yili tunji qitim maydonga chiqqandan tortib, u necha yillik musobaqada bir necha kuchli chempion raqibini yengdi. Bu yigit chet ellik to'rdoshlar tomonidan eng kuchli erlar chempioni bo'lish mumkin deb qaralmoqda. Eng oxirida u 35,95 sekund vaqt sarf qilib, burunqi rekordni buzib tashlagan. Bu texi eng yomon emas. Eng yomoni aeroplan so'rash. Odatdagi kichik tipdagi yo'lovchilar aeroplanining eg'irligi 10 necha tonnadan oshadi. O'rta tipdagi yo'lovchilar aeroplanining eg'irligi 50 tonnadan oshadi. Buning o'xshash cho'ng tipdagi yo'lovchilar aeroplanlarining eg'irligi sizningcha qanchalik keldigandi? Eng oxirida Matveus Zielinski 40 sekund vaqt sarf qilib 20 metr ariqqa so'rashni tamomlagan. Sinchoqni qo'shirishni unutmang. Eng haqiqiy va sirliq bo'lgan ishlarni nazaringizga ilib kirmiz. Bizga yordam qilib, yulduz belgisini besib qo'yishni unutmang. Keyingi mazmunlar texnik sarxil.